alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun 3-darsimizga ham yetib keldik. Qolgan ikkita darslarimiz sizlarga yoqdi degan umiddaman. Xo'sh, demak bugungi mavzuni boshlaydigan bo'lsak, bizda bular singular va plural nounlarni o'tarkanmiz. Bular nima degani? Singular birlik, plural esa ko'plik. Demak, birlik va ko'plik otlarni o'rganar ekanmiz. Bu demak mavzuda sizlarga savol tug'ilishi mumkin. Otlar nima degan? Xo'p, otga keladigan bo'lsak, ot shaxsni, narsani, joyni nomlab keladigan so'z hisoblanadi. Masalan, maktab bo'lishi mumkin, kitob, uy. Demak, bularga misol qilib cat, book, teacher va city so'zlarini misol qilib keltirsak bo'lar ekan. Bular demak shaxsni, narsani, joyni nomi, ya'ni atalishi hisoblanar ekan. Demak, nounni nimaligini bilib olgan bo'lsak, keyin uning turlarini ko'rib chiqamiz. Tepada aytib o'tganimdek, nounning ikkita turi bo'lar ekan: singular noun hamda plural noun. Singular noun bizda birlik otlar, plural noun esa bizda ko'plik otlar hisoblanar ekan. Demak, keyin birinchi birlik otlarni ko'rib chiqamiz. Birlik otlar names one person, place or thing deyilgan. Demak, bizda singular nounlarimiz bitta otni, bitta narsani, bitta joyni, bitta predmetni va shu kabi bitta narsalarni demak ifodalab kelar ekan. Bularga misol qilib book va dog so'zlarini keltirishimiz mumkin. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bizga keyingisi plural nouns hisoblanar ekan. Plural nouns demak ko'plik otlari bo'lar ekan. Plural nounslar bitta narsadan ortiq bo'lgan shaxsni, joyni yoki narsani bildirib kelar ekan. Masalan, books demak bilib turibmizki s qo'shimchasida bu birdan ortiq kitob. Keyingisi two dogs demak ikkita itlar deydigan bo'lsak, demak birdan ortiq bizda plural noun bo'lar ekan. Keyin qolgan qoidalarni ham birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak darsimizning keyingi ko'rib chiqadigan qismimiz how to form a plural noun. Demak, ko'plik otlarni qanday qilib yasashni ko'rib chiqar ekanmiz. Demak, biz ko'plikdagi otlarni yasash uchun bizga kerak bo'ladigan narsa bu birlikdagi otlar hisoblanadi. Bular singular noun deb atalar edi, agar esingizda bo'lsa. Xo'p, demak, ko'plikdagi otlarni yasash uchun biz bu qo'shimchalarni ortga qo'shamiz. Bular as, es, ies shaklidagi qo'shimchalarni ortga qo'shgan holda yasaymiz. Keling ulardan har bittasini qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Demak, biz esni birinchi s'dan boshlaydigan bo'lsak, o'zi s'ni oddiy nounlarga qo'shamiz. Bular exception holatlar, ya'ni istisno holatlari hamda o'sha eslar hisoblanadi. Demak, biz esni qo'shishdan boshlab ketamiz. Xo'p, demak, es for nouns ending with letter. Demak, qaysiki nounlar s, x, sh, ch va z harflari bilan tugagan nounlarga qo'shilar ekan. Bularga misol qilib buses, boxes, churches kabi so'zlarni misol qilib keltirishimiz mumkin ekan. Demak, siz so'zning oxirida shu kabi harflarni ko'rganingizda bundan keyin es qo'shimchalarini qo'shishingiz kerak bo'ladi. Demak, 3rule number 3 ga o'tadigan bo'lsak, bizda change y to es if consonant is before y debdi. Bu degani, agar o'sha bizga y undosh harfdan oldin keladigan bo'lsa, es shaklida ko'plik qo'shimchasi qo'shiladi degani. Demak, keling ko'rib chiqamiz. Lady so'zida mana y dan oldin consonant, demak bizda d turibdi. Consonant bizda undoshidir. Demak, y dan oldin consonant deyilgan bo'lsa, bizda bu yerda undosh turgan bo'lsa, es shaklida nounga qo'shilar ekan. Masalan, ladies bo'ldi. Keyingi holatni ko'rib chiqadigan bo'lsak, agar o'sha y dan oldin consonant emas, vowel bo'lganda nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, key so'zini misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak, keydan oldingi harf bizda vowel hisoblanadi, ya'ni unli. Demak, keyga oddiy s qo'shilib keys shaklida yozilar ekan, o'qilar ekan. Xo'p, rule number 4. Demak, change f, demak, f
if demak bunaqalar kelsa, harflar bizga keladigan bo'lsa, biz bu qo'shimchani with'ga o'zgartirar ekanmiz. Lekin bu ba'zi bir nounlar uchun ishlaydi, ba'zi birlari uchun esa ishlamaydi. Xo'p, demak ko'rib chiqamiz. Wolf so'zini oladigan bo'lsak, wolfga biz s shaklida qo'shamiz. Wolves. Ko'rib turganingizdek, s shaklida qo'shdik. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, roofga roof shaklida qo'shamiz. Bu o'sha demak some nounlar deganimiz wolf, knife kabi so'zlarga biz s qo'shadigan bo'lsak, qolgan ko'p holatdagi so'zlarga biz s ning faqatgina o'zini qo'shar ekanmiz. Demak, keyingi holatlarni qani ko'rib chiqamiz. Demak, hozir sizlar bilan irregular nounlarni ko'rib chiqar ekanmiz. Irregular nounlar shunday nounlarki, ularga s va es qo'shimchalari qo'shilmas ekan. Ular shu istisno holatlar hisoblanadi desak ham bo'ladi. Demak, keling birinchisini ko'rib chiqamiz. Bizda birinchisi bu men, erkak degan so'z. Menni ko'pligini ishlatish uchun menga s qo'shimchasini qo'shmaymiz. Men degani bizda men va men. Men bizda demak ko'plik shakli bo'lar ekan. Buni oladigan bo'lsak, women, women. Women, women. Demak, bu birlik, bu ko'plik hisoblanar ekan. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, child, bu bitta bola degani, children esa bolalar degan ma'noni anglatar ekan. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, tooth, bitta tish, teeth esa ikki va undan ortiq tishni bildirar ekan. Keyingisi mouse, bitta sichqon, mice esa sichqonlar degan ma'noni anglatadi. Xo'p, keyingisini ko'radigan bo'lsak, goose, g'oz, geese esa g'ozlar degan ma'noni anglatadi. Keyingisi, xo'p, bularni keling birinchi birma-bir takrorlab chiqaramiz. Demak, menning ko'pligi men bo'lar ekan, womenniki women bo'lar ekan, childniki esa children bo'lar ekan, tooth'niki esa teeth bo'lar ekan. Keyingisi mouse'niki mice, goose'niki esa geese bo'lar ekan. Xo'p, demak, yana istisno holatdagi shunday nounlarimiz bor ekanki, ularning birligi ham, ko'pligi ham bir xil shaklda yozilar ekan. Masalan, bunga sheep va sheepni, deer va deerni, fish va fishni misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak, sheep ham ko'plik hamda birlikni anglatar ekan. Keyingisi deer ham, ikkalasi ham birinchisi birlik, ikkinchisi ko'plik, xohlaganimizcha ishlatsak bo'lar ekan. Keyingisi fishni ham bitta fish yoki ikkita fish deganda ishlatishimiz mumkin, lekin agar biz o'sha baliqni qaysidir turi haqida, masalan, sazan turi haqida gapiradigan bo'lsak, biz fishes so'ziga s ni qo'shib, demak, qo'llashimiz mumkin ekan. Agar o'sha qaysidir specific kindni aytadigan bo'lsak, biz es qo'shimchasini qo'shishimiz mumkin ekan. Demak, sizlarga mavzu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keling, review orqali buni tekshirib ko'ramiz. Xo'p, demak, bu yerda sizga so'zlar berilgan 5 ta va o'sha so'zlarni biz hozir qaysi qo'shimchalarni olishi yoki olmasligini ko'rib chiqamiz. Birinchi so'zimiz bizda choy so'zi ekan. Choyga qanaqa qo'shimcha qo'shiladi? Qani taxmin qilib ko'ringchi? Demak, to'yda bizga s qo'shimchasi qo'shilar ekan. Shunchaki oldidan yozib ketsak ham bo'ladi. Demak, to'y bizda choy shaklida bo'lar ekan. Keyingisi city, aytganimizdek, y dan oldin consonant, ya'ni undosh kelsa, biz undan keyin s qo'shimchasini qo'shamiz degandik. Demak, bunda city so'zimiz qaysiga o'zgarar ekan? Demak, city s shaklida, city so'zimiz cities shaklida o'zgarar ekan. Keyingi so'zimiz box. Birinchi aytib o'tganimizdek, sh, z, x va shu kabi so'zlarimizga ko'plik qo'shimchasini qo'shmoqchi bo'lganimizda ular es bo'lib qo'shiladi degandik. Demak, boxga qo'shganimizda qanaqa bo'lar ekan? To'g'ri, boxes shaklida bo'lar ekan. Keyingi so'zimiz knife. Aytib o'tganimizdek, f qo'shimchasi gapda bor bo'lganda biz ves shaklida ko'plik qo'shimchasini qo'shardik. Demak, knifeni ko'plik shakli knives shaklida bo'lar ekan. Keyingi oxirgi so'zimiz bu bizda irregular nounlarga kirar edi. Topingchi, bunga qanaqa qo'shimcha qo'shamiz yoki qo'shmaymizmi?
Aha, demak biz child so'ziga hech qanaqa qo'shimcha qo'shmaymiz. Uni o'zi spesifik nomi bor. Demak, u bizda children deb atalar ekan. Demak, child childrenga o'zgarganda birdan ortiq bolalarni bildirar ekan. Xo'sh, demak, bu bilan mavzumiz oxiriga yetdi. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring va keyingi darsda ko'rishguncha